Barchaga assalomu alaykum. Artikel analiz qilishni ikkinchi kuniga xush kelibsiz. Ismim Baxtiyorov Avazbek. Demak, boshladik. A daily dose of creativity. Creativity bu kreativlik, yaratuvchanlik. Ya'ni har kuni bir qism yaratuvchanlik oling yoki shunga o'zingizni duch keltiring degan ma'nodagi maqola bilan shug'ullanamiz va o'rganamiz. Exercise, diet and arts. Mashg'ulotlar, dieta va san'at. Epidemiologist Daisy Fancourt reveals the powerful but overlooked health benefits of creative expression. Demak, epidemiolog Daisy Fancourt, epidemiolog degani bu o'sha epidemiologik kasalliklarni o'rganuvchi, yuqumli kasalliklarni o'rganuvchi olim Daisy Fancourt juda ham kuchli, ammo odatda e'tibordan chetda qolinadigan sog'lik foydalari haqida gapirar ekan. O'zini kreativ ifodalovchi insonlarni, ya'ni san'at bilan bog'liq mashg'ulotlarning kuchli, ammo odatda e'tibordan qolib ketadigan foydalari haqida gapirib o'tarkan. Bu yerda reveal fosh etmoq, aytib o'tmoq yoki biror narsani ochib bermoq degan ma'noda kelyapti. Cut your sugar, get some exercise, stop smoking, eat your vegetables, take supplements, don't stress, sleep well. Shakar miqdoringni kamaytir, mashg'ulotlar qil, chekishni to'xtat, sabzavotlar iste'mol qil, qo'shimcha vitaminlar ich, stressga tushma, yaxshi uxla. Every day we're bombarded with information about how to live longer, healthier, happier lives. Har kuni bizni mana shunday qanday qilib uzoqroq yashash mumkinligi, sog'lomroq yashash mumkinligi, baxtliroq yashash mumkinligi haqidagi ma'lumotlar bilan bombarded with degani ko'mib tashlashadi. Ya'ni har kuni bizga mana shunday ma'lumotlarni har xil tomondan uqtirishga harakat qilishadi. Ijtimoiy tarmoqda qo'shnilar, do'stlar va umuman bizni atrofimizdagi insonlar. But there is one piece of advice I bet you have never been given. Ammo bu yerda bitta maslahat borki, I bet degani men garantiya beraman yoki sen bilan spor o'ynayman. Garov bog'layman, senga hech kim bermagan bu maslahatni deyapti. Ya'ni men senga hali hech kim bermagan maslahatni beraman. It's probably the most enjoyable health tip you could be told. Katta ehtimollik bilan bu maslahat sizga berilishi mumkin bo'lgan eng maza qiladigan sog'lik maslahati. Ya'ni ham o'zingiz qilasiz, ham rohatlanasiz, ham foydasini oladigan maslahat deyapti. But the data supporting it has to date remained a bizarrely well-kept secret. Engage in the arts. Ammo bu maslahatni qo'llab-quvvatlovchi, supporting degani qo'llab-quvvatlovchi, data bu ma'lumotni qo'llab-quvvatlovchi, to date degani hozirgacha degan ma'noni bildiradi. Remained qolmoqda. Bizarrely degani strangely degani. Judayam bir g'alati holatda. Well kept secret. Ammo g'alati tomoni shundaki, demoqchi, bu ma'lumotlarni, ya'ni san'atni foydasini qo'llab-quvvatlovchi ma'lumotlar bugungi kungacha g'alati ravishda sekretda saqlanib qolmoqda, ya'ni maxfiy saqlanib qolmoqda. Va bu maslahat yana ta'kidlab o'tyapti. Engage in the arts. Engage in degani shu bilan shug'ullanmoq degani, san'at bilan shug'ullanish. Over the past few decades, o'tgan bir necha 10 yillik davomida evidence has been accumulating to suggest that being more creative works wonders for our health. Voy. Bu foydali so'zlarni qaranglar. Evidence demak доказательство, isbot degani. Has been accumulating degani yig'ilayotgan edi. Oxirgi bir necha 10 yillikda ma'lumotlar, isbotlar yig'ilayotgandi. Qanday ma'lumotlar? To suggest that being more creative, ya'ni kreativroq bo'lish works wonders for our health degani. Works wonders bu yerda ibora, ya'ni juda katta foyda beradi degan ma'noda.
ijodkorroq bo'lish bizni sog'ligimiz uchun juda ham ulkan foydalarni beradi degan ma'nodagi so'z bo'lyapti. Albatta, bu iboralarni hammasini siz PDF shaklda pastdagi link orqali olishingiz mumkin. No, umuman mana shu so'zlarga e'tibor berib qo'ying. Yodlash bu juda ham ajoyib, sizni tilingizni keyingi o'ringa olib chiqishi mumkin bunaqa iboralarni. Programs being developed around the world are starting to integrate the arts into healthcare with astonishing results from music in surgery, reducing the amount of sedatives, opioids, and anti-anxiety meds needed, to dance programs helping people with Parkinson's disease to walk. Demak, dunyo bo'ylab rivojlantirilayotgan programmalar o'zini ichiga integrate degani qo'shish, aralashtirish, integratsiya qilish. Sog'liqni saqlash programmalariga san'atni integratsiya qilishni boshladi. Ya'ni odamlarni tuzatish, sog'aytirish uchun san'at bilan bog'liq mashg'ulotlarni ham qo'shishni boshladi va with astonishing results ular juda ham hayratlanarli, astonishing degani natijalar beryapti ekan. Nimadan tortib nimagacha? Musiqani surgery degani jarrohlikda foydalanish, sedative degani tinchlantiruvchi dorilar miqdorini kamaytirishdan, opioid bu kuchli og'riq qoldiruvchilar, anti-anxiety meds ya'ni anxiety degani xavotirni kamaytiruvchi dorilarni umuman odamga kerak bo'lish miqdorini kamaytirishdan tortib deyapti. Raqs programmalarining o'sha Parkinson kasalligiga uchragan bemorlarga yurib ketish uchun yordami, ya'ni raqsga tushish o'sha Parkinson kasalligiga uchragan odamlarga qayta oyoqqa turib ketishiga yordam beryapti ekan. Parkinson's disease degani bu asab tizimi kasalligi. Bunda qo'llar qaltiraydi, harakatlar sekinlashib qoladi, mushaklar qattiqlashadi. Adashmasam Muhammad Ali eng buyuk sport ustalaridan biri, boksyor. Demak, Parkinson kasalligiga uchragandi. But the arts aren't just there for us when we are sick. Ammo san'at bu shunchaki biz kasalligimizda bizga yordam beradigan narsa emas, deyapti. Crafts bu hunar degani. Crafts degani hunarlar. Singing, theater, dance, reading, writing, and drawing are inherently good for us as part of our day-to-day lives, even if thoughts about our health are far from our minds. Demak, har xil hunarlar, qo'shiq aytish, teatr, raqs, o'qish, yozish va chizish are inherently good degani o'zi tabiatan, ya'ni mohiyatan yaxshi ekan bizga. As part of our day-to-day lives. Har kunimizda qilishimiz kerak bo'lgan narsalarni ichida eng yaxshilaridan biri demoqchi. Even if thoughts about our health, hattoki bizni xayolimiz, demak, sog'ligimiz haqidagi fikrlar miyamizda ancha yiroq bo'lsa ham, ya'ni chiroyliroq tarjima qiladigan bo'lsak, sog'ligimiz haqida umuman o'ylamayotgan bo'lsak ham, san'at bilan bog'liq bo'lib turish foydadan xoli emas, deyapti. In my forthcoming book, Art Cure, I argue that they are a health behavior akin to exercise, diet and sleep. Yozuvchi aytyapti, mening endi chop etiladigan kitobimda forthcoming degani endi kelayotgan degan ma'noni bildiradi. Art Cure, ya'ni san'at orqali davolash kitobimda men mana shunday fikrni olg'a suraman. Qanday fikrni? Uh, san'at turlari ham health behavior, ya'ni sog'lom harakat xulq atvor hisoblanadi va ular akin to degani similar to, o'xshash, exercise demak jismoniy mashg'ulotlarga o'xshash ekan, dietaga ya'ni to'g'ri ovqatlanishga va uyquga o'xshash foydalari bor ekan bizni sog'ligimizga. Here is why and how you should get more art into your life in 2016. Demak, mana quyida siz nima uchun va qanday qilib 26-yildagi hayotingizda ko'proq san'at bilan, demak, ham nafas bo'lishingiz kerak degan fikrni olg'a suryapti.
As an epidemiologist, I spend my days looking at data from cohort studies. Epidemiolog sifatida men kunlarimni cohort studies degani jamoaviy demak odamlar bir necha odamlar kuzatgan tadqiqotlar degan ma'noni bildiradi cohort studies. Demak bir guruh olimlar demak o'tkazgan tadqiqotlardan olingan ma'lumotlarga qarash bilan kunlarimni o'tkazaman. Massive data sets that contain thousands of individuals, minglab odamlarni o'z ichiga oladigan ma'lumotlar bazasida, who have completed questionnaires, ya'ni o'sha odamlar, questionnaire degani bu apros, ya'ni bir nechta savollarni tugatgan odamlarni ma'lumotlari bor ekan. Va o'sha ma'lumotlar bazasida had nurse interviews. Nurse degani bu hamshiralar yoki o'sha xoh o'g'il bolasi, xoh ayoli bo'lsin, hamshiralar demak intervyular berganligi bor ekan. Donated blood samples. Donated blood samples degani donat qilish, bu berish bilasiz. Blood samples degani bu qon namunalari. Topshirilgan qon namunalari ma'lumotlari bor ekan. And undergone brain imaging every few years of their lives. Undergone brain imaging every few years degani bu demak miyani skanerdan har bir necha yilda o'tib turgan odamlarni ma'lumotlari bor demoqchi. Ya'ni u kuzatgan, ko'rib chiqqan ma'lumotlar bazasi shunchalik boy. Ya'ni turli xil sog'liqqa oid savollarga javob berilgan, hamshiralar bilan bo'lgan real intervyular bor, qon namunalaridan demak natijalar mavjud va miyani skanerlarni ham analizlari mavjud ekan. U ma'lumotlar bazasida, ya'ni datasetda. Many of these studies in countries around the world contain buried yoki buried questions on arts engagement. Bunday ko'pgina tadqiqotlar dunyo bo'ylab har xil mamlakatlarda o'tkazilgan tadqiqotlar o'z ichiga yashirin demak san'at bilan bog'liq bo'lishning yashirin savollarni o'z ichiga oladi. Ya'ni qanday qilib san'at sog'liq bilan bog'liq ekanligini bildiruvchi yashirin demak savollarni o'z ichiga olar ekan. Using complex statistical methods, we can look at the long-term relationship between everyday arts engagement and dozens of health outcomes. Murakkab complex degan murakkab using foydalanish statistical methods murakkab statistik metodlardan foydalangan holda biz har kuni san'at bilan bog'liq bo'lishni, hamnafas bo'lishni va demak o'nlab sog'liqning foydalarini orasidagi munosabatni uzoq muddatda kuzatishimiz mumkin. Ya'ni har kuni san'at bilan birgalikda hayot kechirish orqali qanday sog'lik benefitlarga, ya'ni foydalarga ega bo'lishini kuzatishimiz mumkin uzoq muddatda. Ya'ni siz uzoq vaqt san'at bilan hamnafas bo'lsangiz, qanaqa foydalar olishingiz mumkinligini kuzatish mumkin, deyapti, murakkab statistik metodlardan foydalangan holatda. The results are remarkable. Remarkable degani значительный degani sezilarli darajada, natijalar juda ham sezilarli darajada. People who participate more frequently in the arts, watch artistic performances, and visit cultural venues are happier and feel more satisfied with their lives over the years and decades that follow. Demak, quyida gapni tarjima qilamiz. Turli xil san'at kechalarida qatnashadigan odamlar, har xil san'at ijrolarini ko'radigan yoki bo'lmasa madaniy markazlarga borib turadigan odamlar odatda baxtliroq hamda o'z hayotidan qoniqadiganroq bo'lar ekan, bir necha yil davomida yoki kelajakda ham. Ya'ni san'at bilan hamnafas bo'lish bizni baxtliroq hamda hayotdan qoniqqanroq qilib demak qoniqishimizga olib borar ekan.
Artistic performances degani san'at ijrolari turli xil, demak teatr bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa musicallar bo'lishi mumkin bular. Cultural venues degani madaniy venue, bu joy degani, madaniy joylarga borish. Feel more satisfied with something degani biror narsadan ko'proq qoniqmoq degani. Qoniqish hissini demak o'tkazmoq degan ma'noni bildirar ekan. Children who engage more with the arts have a reduced risk of developing problems like depression by the onset of adolescence. Adolescence to'g'rirog'i. Demak, qaranglar, judayam chiroyli gap. Bolalar, ya'ni san'at bilan hamnafas bo'ladigan bolalarda depressiya kabi muammolarni rivojlanishi riski kamayar ekan. Qachon? By the onset of adolescence. Onset degani start degan ma'noni bildiradi. Ya'ni boshlanishi. Adolescence bo'lsa, bu o'sha o'smirlik davrini boshlanishda yuzaga keladigan depressiyani xavfini kamaytirar ekan. San'at bilan demak shug'ullanish bolalar orasida. Among adults over the age of 50, those who regularly go to live music events, the theater, or museums and exhibitions have nearly half the risk of developing depression over the next few years. 50 yoshdan oshgan взрослый, ya'ni yoshi katta odamlar orasida musiqa kechalariga, teatrlarga, muzeylarga, demak, galereya, выставkalar deymiz, ko'rgazmalarga boradigan odamlar orasida depressiyani rivojlantirish xavfi teng yarmiga teng bo'lar ekan, bormaydiganlarga taqqoslaganda. Ya'ni 50% kamayar ekan depressiya rivojlanish xavfi san'at bilan shug'ullangan odamlarda. Bormaydiganlardan ko'ra. You might be wondering if this isn't about the arts at all. Balki siz o'ylayotgandirsiz, bu umuman san'at bilan bog'liq narsa emas-ku deb deyapti. What if people who are creatively engaged are wealthier, healthier, or engaging in other behaviors that might be responsible for those effects? Balki sizning fikringizcha o'sha kreativ yondashadigan odamlar o'zi tabiatan boyroqdir, sog'lomroqdir yoki bo'lmasa bu effektlarga olib keluvchi sog'lom xulq-atvorga ega odamlardir demoqchi. Ya'ni bu balki faqat san'atning ta'siri emasdir, balki o'sha san'atkor odamlarni o'zi yoki kreativ odamlarni o'zi balki o'zi tabiatan tug'ma boyroq yoki sog'lomroqdir deyapti. The statistics underpinning these analysis are sophisticated. Statistikani bilamiz. Underpinning degani asos bo'layotgan, qo'llab-quvvatlayotgan degani, sophisticated degani o'ta rivojlangan, murakkab deyapti. Ya'ni bu analizlarni ko'rsatib asos bo'luvchi statistikalar juda ham murakkab. We cannot only take account of potential confounding factors like these, but also consider other factors like genetics, family environment, and childhood experiences, and the result still holds. Demak, biz faqatgina bunday potensial ehtimoliy confounding factors degani natijalarni chalkashtirib yuboradigan omillarni hisobga olmaymiz deyapti. Nafaqat ularni hisobga olmaymiz, balki boshqa faktor, bu omillar, sabablarga ham yuzlanamiz deyapti. O'ylab ko'ramiz ularni ham. Balki oilaviy environment, oiladagi atmosfera, childhood experience, bolalik, demak, taassurotlari, tajribasi, and the result still holds. Agar mana shu narsalarni e'tiborga olgan taqdirimizda ham deyapti, san'at bilan bog'liq bo'lgan odamlar sog'lomroq bo'lish haqidagi natijalar o'z aktualligini yo'qotmaydi deyapti. The benefits aren't just psychological either. Ularni foydasi, ya'ni san'atdan keladigan foyda nafaqat psixologik, ya'ni psixologiya bilan cheklanib qolmaydi. Biz ongimizga o'sha depressiyani oldini olish, psixologik stressni oldini olish bilan cheklanib qolmaydi deyapti. Toddlers who engage in music activities have increased prosocial skills. Demak, toddlers bu endi yurishni, emaklashni boshlagan bolalar.
Musiqaga demak yaqinroq bo'lgan bolalar, ana shunday yosh bolalar da pro-social skills degani bu boshqalarga foydali ijtimoiy ko'nikmalar, ya'ni ijtimoiy ko'nikmalar rivojlanishi tezlashar ekan. As they head into primary school, boshlang'ich maktabga borish bo'sag'asida ularda demak pro-social skills, boshqalar bilan munosabatda bo'luvchi ko'nikmalar rivojlanishi balandroq bo'lar ekan ularda. Adolescents who are involved in bands, dance, and editing school newspapers are less likely to get involved in antisocial behaviors or crime. Adolescents bu demak o'sha 10 dan 19 yoshgacha bo'lgan bolalar deb hisoblasak bo'ladi. O'smir va o'spirinlar. In bands degani musiqiy guruhlarga qatnashsa, involved in degani qatnashish degani, jalb etilish degani. Musiqiy guruhlarda raqsga yoki maktab gazetalarini tahririyatda ishlovchi bolalar deyapti, are less likely to get involved in antisocial behaviors or crime. Jinoyat yoki ijtimoiy demak xulq-atvorlarni buzuvchi harakatlarga jalb qilinishi yoki aralashib qolishi less likely, ehtimoli juda ham kam deyapti. And older adults who go to cultural events have a 32% lower likelihood of being lonely 10 years later. Demak, older adults degani bo'lе yosh kattaroq odamlarda deyapti. Agar ular madaniy kechalarga borib tursa, 10 yildan keyin yolg'iz bo'lib qolish ehtimoli, likelihood ehtimoli 32%ga pastroq deb aytyapti. Qaranglar, san'at bilan bog'liq harakatlarni qilish, raqs yoki umuman chizish, yozish, umuman bir san'at asarlarini o'rganish mana shunday foydalar keltirar ekan. The results are particularly strong as we age. Demak, biz yoshimiz o'tgan sari particularly ayniqsa natijalar kuchayib boraveradi deyapti. Looking at data from nearly 100,000 people across 16 different countries, my team at University College London and I have found that having hobbies, things like gardening, baking, and journaling, is related to higher self-reported health as we get older. Demak, 100 mingdan ortiq odamlarni 16 xil turli xil davlatlardan olingan natijalariga qarab, University College Londondagi mening jamoam va men shunday natijaga keldik. Bog'bonchilik, baking bu novvoychilik, journaling bu o'z kundalik yozish kabi hobbilarga ega bo'lish. Self-reported health degani o'zini sog'lom his qilishi bilan borgan sari bog'liq bo'lib boraverar ekan yoshimiz o'tgan sari. Ya'ni mana shu kabi demak bizda hobbilar bo'lsa, sog'lomlik darajamiz ortib boraverar ekan yoshimiz o'tgan sari. Better balance, reduced pain levels, better sleep, longer preservation of cognition, reduced frailty, even a reduced risk of certain diseases like diabetes. The benefits accumulate the more we engage. Demak, yaxshiroq balans, o'zimizni muvozanatda saqlashimiz, og'riq darajalarini kamayishi, better sleep, uyqumizni chuqurlashishi, cognition degani ongimizni, ya'ni ongliligimizni, aqliy faoliyatimizni saqlab qolish, preservation, uzoqroq muddatga saqlab qolishimiz, reduced frailty, frailty bu jismoniy zaiflik, zaifligimizni kamayishi, ya'ni qarigan sari inson zaiflashib boradi, o'sha zaiflashmaslikka olib kelish, hattoki ba'zi ma'lum kasalliklar, diabetga o'xshagan kasalliklarni xavfini kamaytirish, bularning hammasi yig'ilib foydaga aylanadi. Biz san'at bilan borgan sari ko'proq hamnafas bo'laversak deyapti. Judayam keyingi ajoyib chiroyli so'z. On a par with exercise. On a par degani equal, teng darajada degan ma'noni bildiradi. Mashg'ulotlar bilan teng darajada. Notably, sezilarli
ko'rinishda. Shunisi sezilarliki demoqchi. Many of these studies have compared arts with better known health behaviors like physical activity and found the effect sizes are surprisingly similar. Shunisi sezilarliki, ko'pgina bu kabi san'at bilan bog'liq tadqiqotlar san'atni o'sha bizni sog'lig'imizga foyda beruvchi mashhurroq mashg'ulotlar bilan taqqosladi. San'atni qanday mashg'ulotlar bilan? Physical activity, jismoniy harakatlar bilan effektini taqqoslabdi va shunday natijani olibdi. Effect sizes are surprisingly similar. Ularning, demak, ta'sir hajmi surprisingly hayratlanarli darajada similar o'xshash ekan. Ya'ni san'at bilan bog'liq bo'lish, demak hamnafas bo'lish ham, sport bilan hamnafas bo'lish ham bir xil sog'lik natijalariga olib borar ekan. In fact, aytib o'tish joizki, multiple studies have now found that people who spend more time reading books, making music, dancing, and attending artistic events actually live longer than people who don't engage with the arts. Demak, san'at bilan hamnafas bo'lmaydigan odamlardan ko'ra ko'proq kitob o'quvchi, musiqa yaratuvchi, raqsga tushuvchi va turli san'at kechalariga boruvchi odamlar ko'proq vaqtini shunday narsalar bilan shunday narsalarga sarflovchi odamlar uzoqroq yasharkan. Bu narsani qilmaydigan odamlardan. Demak, san'atga ham qiziqib turishimiz kerak ekan. How are all these effects happening? Qanday qilib bu ta'sirlar yuz beryapti demoqchi. There are psychological, social and behavioral mechanisms at play. Demak, bu yerda psixologik, ijtimoiy hamda demak, behavioral degani xulq-atvoriy mexanizmlar rol o'ynamoqda. Something at play degani biror narsaga ta'sir o'tkazmoqda, rol o'ynamoqda degan ma'noni bildiradi. But personally, the mechanisms I find most exciting are the biological ones. Ammo shaxsan meni eng ko'p hayratda qoldiradigan mexanizm bu biologik mexanizm. Increasing numbers of studies show that people who regularly engage in the arts bo'lishi kerak have lower blood pressure and heart rate, lower cholesterol, reduced inflammatory markers, better regulation of immune function, and lower body mass index. Demak, borgan sari ko'p sondagi tadqiqotlar shunday natijalarni ko'rsatyaptiki, san'at bilan hamnafas bo'lish, engaging endi hamnafas bo'lish deb tarjima qildik. Regular, ya'ni doimiy ravishda san'at bilan hamnafas bo'luvchi odamlarda lower blood pressure, qon bosimi kamroq bo'lar ekan. Heart rate, demak, yurak urish bosimi ham me'yorda bo'lar ekan. Lower cholesterol, xolesterin miqdori past darajada bo'lar ekan. Xolesterin bilasizlar, past darajada bo'lsa yaxshi deyiladi. Reduced inflammatory markers. Inflammatory degani bu yallig'lanish marker belgilari. Ya'ni ichimizda, tanamizdagi yallig'lanish miqdorini ham kamaytirar ekan. Va better regulation of immune function. Immunitet funksiyamizni yaxshiroq nazoratiga olib kelar ekan. Va oxirgisi lower body mass index. Demak, va oxirgisi bu tana vazn indeksi, demak, pastroqda bo'lar ekan. Ya'ni yog' tanaga nisbatan kamroq, ya'ni bizni sog'lomroq holatga olib kelar ekan. In the past few years, o'tgan bir necha yillar mobaynida major developments in the calculation of biological clocks which compare if our bodies are aging faster or slower than our chronological age have enabled scientists to consider how health behaviors influence our pace of aging. O'tgan bir necha yillar mobaynida katta demak rivojlanishlar bo'ldi. Biologik soatlarimizni hisoblashda. Biologik soat bu sizni tanangizni ichidagi, demak, tanangizni yoshi. Chronological age bu sizni konkret tug'ilgan yilingizdan boshlab hozir necha yoshdaligingiz. Ko'pgina rivojlanishlar bo'libdi taqqoslashda. Tanamizni yoshini aktual, bizni haqiqiy yoshimizga taqqoslashda. O'zi biz tanamizdan
tanamizni yoshi real yoshimizga nisbatan sekinroq qarayaptimi yoki tezroq qarayaptimi, mana shuni o'rganish uchun ko'plab rivojlanishlar bo'libdi. Va bu narsalar enabled degan imkon yaratdi. Olimlarga imkon yaratibdi to consider how health behaviors influence our pace of aging. Qanday qilib sog'lom, demak, hayot, sog'lom xulq-atvor bizni qarish, aging degani qarish tezligimizga, pace bu skorost demak, tezligimizga ta'sir qilishini o'rganib chiqishga yordam beradi. And various studies that combine data from our cardiovascular, respiratory, circulatory, and musculoskeletal systems, and even patterns of our gene expression suggest that engaging in the arts could even help you to stay biologically younger. Demak, bunaqa gaplar juda ham uzun va bularni IELTSda foydalanishni maslahat bermayman. Shunchaki bu gapni tarjima qilamiz. Turli xil ma'lumotlarni qo'shgan ma'lumotlar bazasidan, ya'ni tadqiqotlarni qo'shgan ma'lumotlar bazasini o'rganadigan bo'lsak, bu ma'lumotlar bazasi cardiovascular system, yurak qon tomir tizimi, circulatory system, bu qon aylanish tizimi, respiratory system, bu nafas olish tizimi, musculoskeletal, demak, mushak va suyak tizimini o'rganishdan kelib chiqqan tadqiqotlar hamda patterns of our gene expression bizni genetikamiz deyapti, suggest that engaging in the arts shunday fikrni olg'a suradiki, san'at bilan hamnafas bo'lish sizni biologik nuqtai nazardan ham yoshroq qolishingizga yordam berar ekan. Ya'ni qon tomir analizida, mushaklarni analizida, nafas olish analizidan kelib chiqib, demak, san'at bizga biologik jihatdan ham yosh qolishimizga yordam berar ekan. People who dance, make music and paint have brains that appear younger in age. Raqsga tushadigan, musiqa yaratadigan va mo'y qalamda chizadigan odamlarni miyasi yoshiga nisbatan yoshroq ko'rinishi isbotlangan demoqchi. I want to be clear. Bir narsani aniq qilib olaylik. I'm not suggesting that the arts are kind of panacea. Demak, men san'atni panatseya demoqchi emasman, deyapti. Panatseya degani bu barcha muammolarga yechim bo'ladigan universal, demak, davo demoqchi emasman, deyapti. Arts can be inaccessible to people because of cost, and there are a whole host of myths about purported health benefits, from the improbable to the downright ridiculous. Demak, san'at ba'zi insonlarga nedostupniy, inaccessible degani nedostupniy bo'lishi mumkin, imkoni bo'lmasligi mumkin ba'zi odamlarni san'at bilan shug'ullanishga uning narxi tufayli. Va bu yerda a whole host of degani a lot of degan ma'noni bildiradi. A lot of myths, demak, turli xil afsonalar, noto'g'ri tushunchalar bor, deyapti. Go'yoki da'vo qilinayotgan sog'lik foydalari haqida. Demak, san'atni shunchalik foydali qilib tashlangan, deyapti. Ya'ni san'at seni masalan nima deydi, yuraging bilan bog'liq kasalligingni to'laqonli davolab yuboradi yoki jigaring sirroz bo'lgan bo'lsa, uni ham davolab yuboradi degan da'volar asossiz bo'lishi mumkin degan gap chiqib kelyapti bu yerda. Purported degani aytilayotgan, da'vo qilinayotgan, lekin fakt emas degan ma'noni bildiradi. From the improbable degani ehtimoli yo'qdan, to the downright ridiculous degani mutlaqo kulgili, ya'ni ehtimol past narsadan tortib, mutlaqo bema'ni gaplargacha har xil afsonalar mavjud demoqchi san'atni foydalari haqida ham. But the evidence remains that engaging regularly in creative activities that you enjoy is an investment in your health that is worth making. Ammo evidence, доказательства, isbot o'z o'rnida qolmoqda, что regularно, doimiy ravishda kreativ mashg'ulotlar bilan mashg'ul bo'lish, siz o'zingiz maza qiladigan mashg'ulotlar bilan mashg'ul bo'lish sizni
sog'lig'ingizga qilishingizga arziydigan investitsiya demoqchi. Ya'ni siz o'zingiz masalan rasm chizish bilan shug'ullanasiz va uni yoqtirasiz. Mana shu narsa bilan chizish bilan yoki yozish bilan shug'ullanish sizni sog'lig'ingiz uchun investitsiyangiz ekan. Ya'ni sog'lig'ingiz uchun juda ham foyda ekan. And doing so would be an altruistic act too. Demak, mana shunday qilish san'at bilan hamnafas bo'lish fidokorona harakat ham hisoblanadi. Altruistic degani hech o'zini o'ylamasdan boshqalar uchun qilingan harakat ham hisoblanadi. Economists working with the UK government have estimated that the health benefits of arts engagement in the UK are worth over 18.6 billion pounds each year to society. Demak, san'at bilan mashg'ul bo'lish iqtisodchilarning fikricha Britaniya yoki o'sha Birlashgan Qirollik hokimiyati taxminlariga ko'ra ularga 18,6 milliard funt sterling foyda keltirar ekan ularning jamiyatiga. Demak, bu yerda aniq qanday foydaligi aytilmagan, lekin katta ehtimollik bilan qarilar yoki umuman insonlar sog'lom bo'lsa, e, sog'liqni saqlash tizimi xotirjamroq ishlaydi, kamroq dori ishlatadi, kamroq elektr ishlatadi, umuman iqtisodiy tomoni foyda demoqchi bu yerda. So how can we all increase our arts consumption? Xo'p, shunday qilib, qanday qilib biz barchamiz san'atni iste'molini, consumption bu iste'molni kamaytirishimiz mumkin, ko'paytirishimiz mumkin deyapti. It's a question I come back to across every chapter of Art Cure, giving a daily dose of recommendations for how you can use the arts to achieve your health goals. Va bu savol men har bir bobda Art Cure degan kitob yozyotganku boyagi yozuvchi. Mana shu kitobni har bir bobida men mana shu savolga qaytib kelaman va har kunlik doza tavsiyalarni berib o'taman. Qanday qilib siz san'atdan foydalanishingiz mumkin to achieve erishish uchun your health goals. Sog'lik bo'yicha qo'ygan maqsadlaringizga erishishingizga har xil tavsiyalar berib o'taman deyapti. Overall, umuman olganimizda, my advice is to think about the arts as you think about food. Meni maslahatim, siz san'at haqida, ovqat haqida o'ylagandek o'ylang. Avoid the temptation to go out and binge on arts. Temptation degani kuchli xohish. Ya'ni kuchli xohishdan o'zingizni to'xtating, olib qoching. Ko'chaga chiqib, srazu san'at bilan bir necha soat mashg'ul bo'lishga va ko'p, demak, haddan tashqari ko'p san'atni iste'mol qilishdan o'zingiz olib qoching. Xuddiki in the same way that crash dieting doesn't work. Demak, qisqa muddatli dieta foyda bermaganidek deyapti. San'at bilan qisqa muddat bog'liqlik o'rnatish ham foyda bermaydi. You aren't going to experience long-term benefits from short-term engagement that then fizzles out. Demak, qisqa muddatli san'at bilan bog'liq bo'lish sizga uzoq muddatli foydalarni bermaydi deb aytyapti. Va ular, ya'ni qisqa muddat san'atga o'zingizni bag'ishlasangiz va hamnafas bo'lsangiz, ular tez orada fizzle out qilib ketadi. Tez orada asta-sekinlik bilan yo'qolib ketadi degan ma'noda aytyapti. Ya'ni qisqa bo'lsa, qisqa effekti bor, uzoq bo'lsa, uzoq effekti bor demoqchi. Instead, shuning uchun uni o'rniga try to figure out what your art's equivalent of 5 a day fruit and veg is. Demak, bu yerda 5 a day fruit and veg nimaligini tushunib olamiz. Britaniyada, demak, doktorlarni, umuman nutritsiologlarni maslahatiga ko'ra, odam 5 porsiya, demak, meva sabzavotlarni iste'mol qilish kerak ekan va xuddi o'sha 5 turdagi 5 xil porsiyadagi, demak, meva sabzavotingni san'atdagi o'rnini bosuvchi ekvivalentini topib ol. Ya'ni sen qanday 5 turdagi san'at bilan o'zingni mashg'ul qilishing mumkin demoqchi. Maybe that's just 10 minutes of creative writing before you start work each day, or putting aside 15 minutes for a crafts activity each evening. Balki bu siz uchun har kuni ish boshlashingizdan oldin 10 minutlik kreativ yozishdir deyapti. Ya'ni ijodiy yozishingizdir balki bu siz uchun deyapti. Balki
kechki paytlar hunar bilan 15 daqiqa demak shug'ullanishdir. Hamma uchun har xil demoqchi. Make easy creative substitutions. Swap a date night dinner for a gig, a gym session for a dance class, and reading. The news on the train for reading a poetry book. Demak, make an easy creative substitution degan substitution zameni almashinuvlar o'tkazing. Osongina ijodiy almashinuvlar qiling deyapti. Ya'ni siz o'zingiz hayotingizda qiladigan harakatlaringizni osonroq variantiga almashtiring demoqchi. Demak, masalan, swap a date night kim bilandir uchrashuvga chiqqan kechangizdagi kechki ovqatni swap qiling, almashtiring for a gig. Gig degani bu konsert, ya'ni jonli ijrodagi konsertga borish tavsiya berilyapti. Ya'ni siz biron bir qiz bilan yoki yigit bilan uchrashuvni, demak, kechki tushlikni restoranda qilishni o'rniga jonli konsertga boring demoqchi. Yoki bo'lmasa, gym sessionni, gym zalga borishni o'rniga, demak, raqs klasslariga, raqs darslariga borishga almashtirib ko'ring deyapti. Va poyezdda yangiliklarni o'qishni o'rniga she'riy kitoblarni o'qishni boshlab ko'ring deb tavsiya beryapti. Mix up your ingredients too. O'zingizni san'at ingrediyentlaringizni ham aralashtiring deyapti. Mix up bu aralashtirish. Diversity of arts experiences is actually just as important as frequency of engagement. Diversity degani xilma-xillik. Art experiences degani, demak, san'at tajribalarini xilma-xilligi. Frequency of engagement qancha tez, demak, u bilan bog'liq bo'lib turishingizdek muhim. Ya'ni xilma-xillik chastota bilan bir xil ahamiyatga ega deyapti. Ham turli xil san'at bilan shug'ullaning deyapti, ham ularni tez-tez qilib turing demoqchi bu gapda. Each creative encounter brings different sensory treats for our brains and bodies that have their own health benefits. Har bitta ijodiy encounter degani bu, demak, o'sha duch kelib qolish yoki ijodiy to'qnashuv sizga turli xil hissiy, demak, da'volarni olib keladi ongingizga va tanangizga, va ularni o'zlarini alohida sog'lik foydalari bor deb aytyapti. Demak, experiment with new flavors of creative experience, heading for moderate novelty, something that is outside your comfort zone, but still something you think you will enjoy. Demak, experiment with new flavors of creative experience degani turli xil kreativ yondashuvlarni demak bilan tajriba o'tkazib ko'rish va heading for borish. Head for degani go for degani. Moderate novelty o'rtacha bo'lgan, juda ham bir demak katta yangilik qilvormang o'zgartirayotganingizda deyapti. Kichik yangiliklarga qarab boring deyapti. Va bu narsalar, ya'ni siz o'sha zalni o'rniga raqsga boring deb tavsiya berishdi-ku, va bu narsalar albatta sizni komfort zonangizdan tashqarida bo'ladi. Ammo shu bilan birgalikda sizningcha u sizga rohat beradigan narsa bo'lsin. Ya'ni o'zingizni yomon ko'radigan narsaga majburlamang deyapti. O'zingiz maza qiladigan narsaga, lekin hali qilib ko'rmagan narsangizga harakat qiling demoqchi. Make your engagement real life. Siz o'zingizni san'at bilan hamnafasligingizni real hayotda qiling, not virtual, virtual olamda emas. Screen-based arts activities tend to be the ultra-processed foods of the arts world. Juda ham ajoyib metafora ishlatilgan. Ekrandagi san'at, demak, mashg'ulotlari bu go'yoki ultra qayta ishlab tashlangan, demak, oziq-ovqatlarga o'xshaydi san'at olamidagi demoqchi. Ya'ni ultra processed food bu nima? Bular chipslar, kolalar yoki ana bu Rolton kabi, demak, lag'monlar. Shularga o'xshab bizga zarar beruvchi omilga aylanib qoladi bu ekrandagi narsalar deyapti. Ya'ni ekrandan emas, haqiqiy hayotdan toping o'sha san'at bilan shug'ullanish uchun vaqtni va vaziyatni demoqchi. Most of all, hammasidan ham ko'ra be a mindful chef. Demak, bu yog'iga metafora ketyapti.
ongli shef, oshpaz bo'ling deyapti. Ya'ni o'zingizga nima tayyorlayotganligingizni yaxshilab o'ylab ko'ring demoqchi. Qarang, in our busy lives, bizning bunchalik band hayotimizda it's easy to want to distill the arts down to a pill. Va judayam ajoyib iboralar ketyapti. We can pop and then forget about. Biz shunaqa band hayotda yashaymizki, что biz shunchaki xohlab qolishimiz mumkin. San'atni distill down degani juda soddalashtirib, uni bitta pill, tabletka shakliga keltirib qo'yib, we can pop, ichib yuborib, keyin unutib yuborishimiz mumkin bo'lgan narsaga aylantirgimiz kelib ketadi-da, deyapti. Ya'ni vaqt ajratgimiz kelmaydi, odamlar bilan munosabat qilgimiz kelmaydi, uni o'rniga deyapti. Shundoq kompyuter ochsakda Minecraft yoki Robloxmi yoki bo'lmasa Dota'mi boshqa shu kabi o'yinlarni yoki Instagram, TikTokni listat qilish osonroq deyapti. Shuning uchun bunaqa vaqt time consuming activitylarni, ya'ni ko'p vaqt oladigan mashg'ulotlarni biz shunchaki birpasda qilib bo'ladigan demak mashg'ulotga aylantirishni xohlashimiz tabiiy deyapti. But the very beauty of the arts is that they aren't a pill. San'atni shunchaki, demak nima demoqchi bu yerda hozir? San'atni eng go'zal tomoni, ya'ni buni eng go'zal tomoni shundaki demoqchi. San'at bu biz ichib unutaveradigan tabletka emas demoqchi. They are one of the most diverse, complex and personal behaviors we can engage in. Ular biz mashg'ul bo'lishimiz mumkin bo'lgan eng turfa xil, murakkab va demak shaxsiy, demak xulq-atvor ekan. Biz demak mashg'ul bo'lishimiz mumkin bo'lgan. So we should all give the arts the time in our lives they deserve. Shuning uchun biz san'atga hayotimizda u loyiq bo'lgan vaqtni ajratishimiz kerak demoqchi. Demak, give the arts the time, vaqt ajratishimiz kerak in our lives, hayotimizda they deserve, ular loyiq bo'lgan. And we should revel in our engagement. Va biz revel in degani, demak enjoy deeply degani, o'zimizni shu hamnafasligimizdan, u bilan mashg'ulligimizdan rohat, kayf olishimiz kerak deyapti. Allow arts to make us feel exhilarated, intoxicated and elated. Va biz san'atga bizni juda ham hayajonlantirishiga, demak mast qilib qo'yishiga va rohat berishiga imkon yaratib berishimiz kerak deyapti. Ya'ni biz o'zimiz yoqadigan narsalar bilan mashg'ul bo'lsak, mana shunday hislarni tuyishimiz mumkin. Because it is fundamentally, measurably good for us. Chunki san'at o'zi fundamentalni degani asliyatida ham va measurably degani o'sha raqamlarda ham bizga foyda keltiruvchi narsa demoqchi. Do'stlar, mana bugun sizlar bilan san'atni kun tartibiga aylantirish yoki kunimizning bir qismiga aylantirishning foydalari haqida maqolani ko'rib chiqdik. Bu yerda biz sizlar bilan bir necha o'nlab foydali so'zlarni o'rgandik va ulardan ham ortiq ravishda biz sizlar bilan dunyoqarashimizni kengaytirdik. Ingliz tili bilib olinglar, faqat vocabulary, grammardan iborat emas. Bu ingliz tili bizga portal vazifasini o'taydi, ya'ni bizga katta eshik vazifasini o'taydi. Biz u orqali hali o'zbek tilida yoki rus tilida o'qimagan bilimlarimizga, ko'nikmalarimizga ega bo'lishimiz mumkin. Shu sababli Ace English'ni kuzatishda davom eting va biz sizlarga eng qiziq maqolalarni keltirishda, tahlil qilishda davom etamiz. Ha aytgancha, bu maqolani New Scientist'dan olinganligini ko'rgan bo'lsangiz kerak, ammo men buni demak Aqilah degan ingliz tili kanalidan demak shundoq ko'chirib oldim. So credit goes to her. Shunaqa. Xayr, salomat bo'ling.